Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz mana. Bozorda manzilini avvalo tanishtiramiz. Bu bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kunlari bo'ladigan bozor. Bozor ertalab 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'ladi bozor. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Nech pul deyapsiz endi aka bularning narxini? Tugatishga 40 ming, 30 donacha qolgan. Tugatishga 40 ming so'm ekan, 30 dona qolgan ekan. Razmeri 48-50 48-50-52 ekan razmeri. Bunisi-chi mana? bir dona qoldi. Bundan bir dona qoldi. Tepaliga bu? Ha, tepasini o'zi nachosli bu. Tushgan. Nech pul bu aka? Buni 100 ming berib oladi. 100 ming so'mga berib yuborishaverar ekan. Buchi? Bular 100 ming pachkaga, bu bahorga. Bular 100 ming so'm pachkaga ekan, bahorga ekan. 48-50-52 razmer. 48-50-52 razmer ekan. Ha, bunisi-chi? Bir xil mana shu uchalasi rasvetgan. Mana shokolad rang, qora, qizil mana. Buchi bir shekliga bu? Miramirda alayda qaysi bu? Jinna qalliroq. Nech pul bu? Bular 70 ming pachka. Mana bular pachkaga 70 ming so'm. Donaga 5 ming qimmat bo'ladimi? Donaga ham pachkaga ham. Donaga ham shu narx qilib berishaverar ekan. Bo'laveradimi? Ha, bular-chi? Ha, bu shu rasvetkasi ekan. Bir xil narxi ham bir xil. Narxi, materiali bir xil. Mana bunisi ham shuna shekliga. Dahshat materiallardan olib chiqib berasiz. Buchi bambuk ekan. 2 dona qolgan. Bulardan hozircha shu 2 dona qolibdi. Nech pul deyapsiz buni? 75 ming berdik. 75 ming so'm berishibdi. Hozirgi narxi ham shu, ha? Ha. Biz 2 dona qo'ygan. Mana ulardan bor. Ular 75 ming bu ham. Mana ular. Bular ham 75 ming so'm ekan. Bo'laveradimi mana materiali bambuk. Bunisi-chi? Bu ham tugar bir dona qoldi. Nech pul edi bu? Buni 80 ming berdik. 80 ming so'm ekan. Kattaroq. Chiqib mana bu akam ham o'zlari ishlab chiqarasa, o'zi ishlab chiqarasizmi? Buchi? Bu ham tugadi. Bu ham 3 dona ham qoldi. Ha, 3 ta qolibdi. 75 berdik-da oxiri. 75 ming so'm. Yana chiqadimi bundan? Miramira chiqadi buni. Ha. Bular nech pul mana bular? Bular ham bir donadan qolgan. Hammasi. Mana undan bor. Bular nech pul bo'ldi o'zi? Mo'la 60 ming berdim. Ha. Mana ularni endi so'raganiga berib yuboramiz. Bir donadan qolganda. Bular bir donaga qolibdi. Nech pul? 60 ming beramiz. 60 ming so'm berasizlarmi? 50 ming so'm berasizlarmi? Sotib yuborasiz? Sotilib ketsa bo'ldi. Bo'ldi. Gap yo'q. Bunisi-chi endi? 75 ming bambuk bu. Bular 75 ming so'm bambuk mana. Shuni o'zi. Ikki xil rasvetkasi bor. Bardovoy qizili bor, yana shu ko'k rang. Toshi nimada bosilgan buni? Pressda bosilgan. Pressda bosilgan ekan tosh. Nimaga so'rayapman desam, ko'p kishi shuni ham so'rang deyapti-da. Hali qo'lda, kir mashinada yursa to'kilib ketib ekan deyapti. Yo, dazbolda bosilib ekan deb har xil ham nima qilyapti-da. Bular kastagrada material. Hop, Bular 120 ming, 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha razmer ekan bular. 120 ming so'm ekan pachkaga. Donaga 5 ming qimmat bo'ladi. Bu bambuk. Bambuk. 50 dan 54 gacha. Bu bambuk ekan 50 dan 54 gacha razmer. 65 ming berdik. Bu ham tugadi, bu ham. 65 ming so'm. 5 dona qoldi. Sotishibdi, 4 dona qolibdi. Hop, bunisi. Shuni rasvetkalari. Telefon nomeringiz aka? 33lik. Telefon nomerlari 33lik 191 191 75 72. 75 72 ga telefon qilaverasizlar. O'zlari shu ishlab chiqaradi. Xo'p, mana boricha endi ko'rsatdik. Pasayna tovarlar ko'p, yangi mana pachkadagi holati mana. Endi bu joy qayerda desalaring, o'sha aytdim, Boboshbek bozorining ichida. Bunday mana tomonda o'rta darvozada bunday kelganlaringda qaranglar. Bu akamning joyi mana. O, Xudoyorxon deb qo'ygan do'konni shunday oldida turadi mana. Yana oxtar rumislarda qayerda ekan shu odam deb. Mana video yoqsa like bosib yuborasizlar.
kommentariyalarda ham yozib yuboraverasizlar keyin.